Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi raskladimiz aqlingizdagi inson sizga nima demoqchi? Bugun chuqurroq ko'ramiz. Aqlingizdagi inson nima demoqchi? Tasbeh orqali hamda kartalar orqali ko'ramiz. Sizga nima turibdi? Siz qanday energiyadasiz? U sizga nima demoqchi? Siz o'zingizni qanday tutishingiz kerak? Hozirgi holatingizda uni qabul qilishingiz kerakmi yoki kutishingiz kerakmi? Kechirishingiz, xiyonati bo'lsa yoki sizni aldagan bo'lsa, shularni ko'ramiz. Shifoli ochirim bo'lsin. Aqlingizdagi inson, uni energiyasi. Ikkita variant qo'yaman. Birini tanlaysiz. Holatini bilamiz. Yana o'rtalaringizni bilishni istayman. Qanday rishta turibdi? Qanday tuyg'ularda turibsiz? Soxtami yoki jiddiymi? Sizni rostdan yaxshi ko'radimi yoki qalbidagi hislari yolg'onmi? Ko'pchiligimizni o'y hayolimizda qaysi qarorga kelishni bilmaydigan holatda turibmiz. Qani unda ketdik. Ikkita kartadan birini tanlaysiz va men birinchi kartani ochishni boshlayman. Aqlimizdagi insonning holati. Aqlimizdagi insonning holati. Aqlimizdagi insonning holati. Hop. Aqlimizdagi insonning sizga bo'lgan holati. Unga sizni tushunish qiyin bo'lyapti yoki siz uni tushunishingiz qiyin bo'lyapti. Lekin o'rtalaringizda munosabatlarga darz ketganga o'xshaydi. Sizga qanday qiyin bo'lsa, hozirda unga ham qiyin. Siz qanday his qilayotgan bo'lsangiz, bilingki, unga ham shunday qiyin. Unga ham oson bo'layotgani yo'q. Siz hayotida yo'qligingiz unga ham juda ham qiyin. Lekin taqdiringizda, munosabatlarda shu ayriliqqa, shu holatda bo'lishingiz kerak. Bo'lgan pauzada turibsiz. U shu sinovdan o'tishlaringiz kerakligingiz, sizni yo'qligingiz his qilishi kerak. Siz unga qanchalik kerak insonligingizni, qanchalik sizlikda uni holati qanday bo'lishini tushunishi kerak. Sizni qadringizga yetishi kerak. Bu inson aqlingizdagi inson, lekin taqdir yana sizlarni bir-birlaringizga uchrashtirishi mumkin. Kartalarimizda yana nima deyapti? Qaytarishi mumkin yoki u shunday xayolda turibdi. Siz baribir u bilan uchrashamiz, ko'rishamiz, bizlarda baribir birga bo'lishimiz bor. O'y hayollarida u turibdi. Xo'p. Sizni holatingiz. Sizni holatingiz. Sizning holatingiz. Xo'p, sizning holatingiz.
siz bu insonni ba'zida esingizdan chiqarishni, xayolingizdan, hayotingizdan chiqarishni xohlaysiz. Siz chiqarib tashlashni xohlayapsiz ham, unutishni xohlayapsiz. Bilasizmi, sizni oldindan hayotingiz go'zal bo'lishini, orzularingiz amalga oshishini, bo'lishini tushunyapsiz. Siz o'zingizga ishona olasiz. Siz o'zingizga ishonchingiz baland. Ko'p narsaga erisha oladigan insonsiz. Xo'p, bu tuyg'ular qanaqa? Bu munosabatlar tuyg'usi qanaqa? Shu haqida ko'ramiz. Aqlingizdagi insonning tuyg'ulari. Aqlingizdagi insonning tuyg'ulari. Aqlingizdagi insonning tuyg'ulari. Xo'p. Sizlarga ko'rinyapti degan umiddaman. Aqlingizdagi insonning tuyg'ulari juda ham sizga kuchli, boshidanoq sizga qattiq yoqtirib qolgan, juda ham sizga bog'lanib qolganlik bo'lishi ham mumkin va uni hayotini siz o'zgartirgansiz. Sizni energiyangiz va ayollik jozibasi jalb qilgansiz. Nima desam, u sizday ayolni uchratmagan, sizda bor ayollik energiyasini olgan. Bu inson qanday munosabatlarni, unga kerakmi bu ayollik energiyasini olish. Bu munosabatlarda siz ham o'zingizni ayolday his qilishni xohlaysiz. Siz ayollik lazzatini, u esa erkaklik lazzatini bilishingiz kerak. Lekin hayotlaringiz tubdan o'zgaradigan. Siz bu inson bilan o'zingizni yolg'iz his qilmagansiz. U ham shu holatda. Sizlar bir-birlaringizga taqdiringizni bog'lab turgan inson sifatida qolgansizlar. Endi u bilan nima desam, suhbatlashamiz. U sizlikda qanday gaplarda, so'zlarda o'tmoqda? Nimalar demoqchi? Nimalarni o'ylayapti? Hozirgi holati qanaqa uni? Shular haqida ko'ramiz. Xo'p. U doim g'olib bo'luvchi inson. U doim haq bo'lishi kerak. U to'g'ri so'z bo'lishni xohlaydi. O'zini baland holatga tutuvchi inson. Holati, lekin o'ziga bo'lgan ishonchi anchagina pasaygan. Oldingiday emas. Nimaga meni odamlar hurmat qilmayapti? Nega do'stlarim nima desam, teskari bo'lib qolgan? Meni hayotimda men ishongan odamlar teskari bo'lyapti degan o'y xayollarda turibdi. Oldingiday uni atrofida aylanib yurgan, girdi kapalak bo'lib yuradigan insonlar yo'q. Shu kunlarda anchagina o'zini shu sababli ishonch pasaygani. Xo'p, sizga nima demoqchi? Sizga nima demoqchi?
sizga nima demoqchi? Sizni juda ham yaxshi ko'radi. Sizni o'zingizga bo'lgan ishonchingiz balandligi hamda baland bo'lgani uchun ham sizni o'zini ko'ziga to'q ayolsiz. Erkakdan hech narsa talab qilmaydigan, materialniy taraflama, ya'ni pul taraflama, har taraflama o'zingizga to'q ayol ekanligingizni u his qiladi. Boshqa narsalarda ham, chunki hamma narsada sizni o'ziga to'q, o'ziga bor inson deb biladi. Sizga nima demoqchi? Senga juda ham yaqin bo'lishni xohlayman degan inson. Siz unga qanday bo'lishingiz kerak? O'zingizni qanday tutishingiz kerak? Juda ham sirli tuting. Siz o'zingizni Telegram, Instagram, rasm akkauntlaringizni o'zgartirmasdan uni hayron qoldirishingiz, ozgina chetroqqa turing, ozgina sirliroq bo'ling, sirli bo'lishga harakat qilishingizni. Hozirgi holatingizda u juftingizni sizga nisbatan qiziqishi oshsin. Xo'p. Tasbeh orqali ko'ramiz. Tasbeh orqali ko'ramiz. Tasbeh orqali ko'ramiz. Aqlingizdagi inson sizni qanday inson deb biladi? Tushunarsiz, hayotda zavqlanib yashaydigan inson, xushchaqchaq ayol deb biladi. O'ziga yarasha kollektivi bor, o'ziga yarasha nima desam, do'stlari, ulfatlari bor. Vaqtini cho'g' o'tkazishni, o'zingizni xafa qildirib qo'ymasligingizni, lekin qayerga bormoqchisiz? Nima qilmoqchisiz? Ko'pchilikka bu noma'lum, juda ham sirli, ko'pchilik insonlar qiziqadi. Lekin shu bilan birga pul topishga ham harakat qilasiz. Doim ishlab pul oqimini o'zingizga yetarlicha bo'lishga harakat qilmoqdasiz. U siz bilan ko'rishni, munosabatni tiklashni xohlaydimi? Xo'p, u siz bilan u shu haqida o'ylayapti ko'proq. Men hozir o'ylab olishim kerak, yolg'iz qolishim kerak degan o'z xayolida turibdi. Bu inson pul topishim kerak deyapti. O'zimni hayotimni biroz tiklashim, o'zim uchun kurashishim kerak. Oldingiday emasman degan xayolda. Siz bilan uchrashishni, ko'rishishni xohlaydimi? Shu haqida ko'ramiz. Siz bilan uchrashishni, ko'rishishni xohlaydimi? Lekin qo'rqadi. Doim siz uni tasavvuridasiz, даже ba'zi ayollarni sizni o'xshatishga yoki ko'pchilikni xo'p. Nima deydi? Ko'pchilik ichida sizni izlashga harakat qiladi, sizni qandaydir ayollarga solishtirishga harakat qiladi va o'xshatadi. Lekin bu inson, atrofdagilar bu insonni manipulyatsiya, buni aqliga gap yoki fikr singdirishyapti. Senga bu hayot kerakmi? Xo'p. Senga bu hayot kerakmi? Seni hayotingni o'zgartir, bu ayol senga kerak emas degan fikrlarni beryapti. Lekin bu inson
Sizga ko'proq xayollarida, o'yi olamida ko'p tasavvur qiladi. Ko'p o'ylaydi, siz bilan orzu umidlar qurishni, siz bilan qanaqadir orzularni birga bo'lishni xohlaydi. Xo'p, uchrashuv bo'ladimi? Uchrashuv bo'ladimi? Uchrashuv bo'ladimi? Agar siz xohlasangiz bo'lishi mumkin, lekin siz xohlamayapsiz. Bu yerda qarorni siz qo'yapsiz. Uje siz hayotingizdan chiqarib tashlagansiz. Karta maslahati sizga nima demoqchi? Karta maslahati sizga nima demoqchi? Shularni ko'ramiz. Karta maslahati sizga nima demoqchi? Karta maslahati. Tushunarli. Nima uchun bu inson sizni hayolingizga kelyapti? Bu inson kerak emas sizni hayotingizga. Siz sizga xiyonati yoki yolg'ondan nima desam, sizga xiyonatni, yolg'onni o'rgatib ketgan inson. Hayotingizni tubdan o'zgartirgan, lekin uni energiyasida sizdagi omad, sizdagi go'zallik, sizdagi barakani olib ketgan. Bu inson sizga kerak emas. Bu variantimizni tanlagan insonlarimizda shunaqa ochirim bo'ldi. Endi ko'ramiz ikkinchi kartamizni, ikkinchi variantimizda nimalar bo'ladi. Bu kartamizni ikkita variantni ham tanlashingiz mumkin. O'zingizga nima bo'lishini, qanday holatda bo'lishini tushunib olasiz.